Assalomu alaykum hammaga. Juma kuni Trilloni 360 punt qulashini nima asosida berganligim haqida qisqacha sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni bugun o'sha savdoni rekapini qilamiz. Bunda birinchi asos bizdagi ya'ni yo'nalishni aniqlash. Pastki narxni minimumlarni yangiladi va breakout structure qildi. Aynan shu breakout structure qilingandan keyin bizga swing high kerak bo'ladi. Mana shu holatda swing high ni belgilab olamiz. Swing high ni belgilab olamiz va bizda breakout structure bo'lgan joydan swing high gacha likvidlarni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ulardan birinchisi mana bu likvid, ikkinchisi mana bu likvid hisoblanadi. Ya'ni bu internal range liquidity deyiladi. Bu equal high sifatida bizga likvidligini bildiradi. Va mana shu equal high dan tepada, ya'ni bundan yuqorida bo'lgan SNR zonamiz bor, ya'ni bizdagi support and resistance bo'yicha resistance zonamiz shakllangan aynan mana shu joyda. Mana shu resistance dan signal berildi. Bundan qanday qilib savdo qilish mumkin degan savol bo'lsa, ya'ni zonaga kelsa prям kirish degan narsa bor, undan tasdiq olib savdo qilish degan narsa bor. Tasdiq olib savdo qilish deganda xuddi shu holatni yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, oddiy bitta formatsiya AG. Ya'ni bitta AG shakllangan, aynan mana shu AG dan biz sellga kirib olsak bo'ladi. Men esa o'zidan kirdim, chunki buni narxini tushishiga ancha uverin edim. Shuni hisobiga o'zidan kirdim. Agar o'zidan kira olmaganlar bo'lsa, mana bu tasdig'ini olib, ya'ni AG orqali bemalol savdo qilib olsa bo'lardi. Shu holat bo'yicha stop lossim resistance dan tepada shakllangan hamda buni take profit'i aslida mana bu minimumda bo'lishi kerak edi. Lekin narx shunaqangi tez yurdiki, take profit'ni pastga qo'yishga ulgurmadim. Shuni hisobiga narx pastgacha tushib ketdi. Men 76 narxida, aynan mana shu 4076 narxida savdoni save qildim. Polni savdodan chiqib ketdim. Shu holatda bizdagi juma kungi Trilloni qulashi bo'yicha ko'rib chiqdik. Bu momentda hech qanaqangi yangiliklar yo'q edi. Ya'ni news bo'yicha hech qanaqangi yangiliklar yo'q edi. Lekin siyosat tomonlama qandaydir o'zgarish bo'lgan. Buni hammasini grafikni o'zidan bizga xulosa qilib chiqarib bergan. Agarda sizni analizingiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ya'ni to'g'ri talqinda analiz qiladigan bo'lsangiz, demak siz yangiliklarni oldindan qaysi vaziyatda chiqishini bilishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Foyda qilganlar foydalar barakasini bersin.